Ko'rib turgan joylaringda bugun 100 kilo tovuqni qanoti bepul tarqatiladi. Har bitta kelgan insonga 1 kilodan tovuq go'shti beriladi. Ya'ni 100 ta insonga bugunning o'zida Marg'ilon Tiriz bozoridaman. Ko'rib turgan mana shu qanotlaring manirovni hammasi bor tatib ko'rasiz, undan keyin klient bo'lib qolasiz. Mol go'shtini 17 ta chassidan yumshog'i, laqimi, suvayli hammasidan optim narxda. Lekin bu ko'rib turganlarni bugun 75 ming so'mdan beramiz. Siz obunachilaringizga deyishar, bundan tashqari shashliga, polni ko'mirlar, mana joyini eslab oling, optim narxlar tovuq go'shti va mol go'shtlari. 17 ta chassi bor mol go'shtini. Bundan tashqari ko'rib tursa kukuruzlar, bundan tashqari ko'k, nima deydi buni? Naturel garoq. Ha, zeleniy garoq. Bundan tashqari soklar bor ekan. Maylar turibdi, mana shular ham hammasi optim narxda beriladi. Ya'ni konservatsiyalar hammasi optim narxda beriladi. Bugunning o'zida. Bundan keyin klient bo'lib qolib kelaverasiz. Hozirgi 100 kilo go'sht rayonini berasizlar. 100 ni beramiz. Bepul shuni tarqatib olasiz. Obunachilaringizga beramiz. Telefoningizda shuni chistodi qarangda bugungi. Bugun 18-sentyabr eslab Bugun 18-sentyabr. Eslab qo'ying, bugun kechgacha. To'rtta balonsiz obunachilarga bepul 100 kilo magnat. Nechidan nechgacha ishlaysizlar? Vaqtimiz soat 7 dan soat 7 gacha. 7 gacha, ya'ni kechdan soat 7 gacha. Tiriz bozorida birinchi eshigiga Hunarmandlar maktabidan kelayotganimizda Asian ro'parasida kirganmiz mana. Ba'ni ko'rib oling, shunday tushuncha bo'lish uchun mana net ekran telefon nomeridan qo'yib qo'yapman. Bugun 18-sentyabr 100 kilo tovuq go'shtiga men nomimdan kelaverasizlar. Xalidini to'la tovuq go'shti, 100 kilo tovuq go'shtini ichida tarqatib yuboramiz. Undan keyin kelib shashlikka klient bo'laverasiz. Like bosib, ekran nomerini aloqaga chiqib, bugun shashlik qilmoqchi bo'lgan yordam video tashlab qo'yamiz.